Mana hozirgina umuman Black and White salonida meni chiroyli qilib qo'yishdi. Makiyaj, make-up va hattoki ko'ylagimni shu yerda ko'rib qoldim va juda ham menga yoqdi. Bu ko'ylakni men xarid qildim hozir endi Shop.uz sayt tomonidan tayyorlangan menga ajoyib ko'ylakni kiyishga ketyapman. Yig'layman, begona emas faqat seni opangni. Qarchada bir kun tinchlik yo'q, sen opang dastidan. Opang buncha oshib ketdi haddidan. Tezroq chaqir. Opang qani, opang qani. Jinni qildi sani opang mani. Opang qani. Buni kutirishi yaxshi emas, Sardor. Ne boydun bilgindi? Oynashim kerak edi. Yurayim, birjibada o'ynayman. Hech qanaqa sayt emas, ishonyapsizlarmi? Hop, olib qatsashga kelinglar. Oynashingiz kerakmi? Assalomu alaykum. Siz shok o'chirishga harakat qildik. Shokni aytamiz. Bildi, yetdim u. Shokmi aytdim, shokka qolishdi. Nega qanaqa qilsam bo'lmasdan iloji boricha o'ynab berishga harakat qildim, rolni. Baribir bosh kerak, 300 kerak turdilar. Rostdan olib ketgan masala bo'ldi hozir. Masalan, keyin rahmat, zo'r gap tanishgandan, ko'rishgandan sayt foydalanuvchilariga ham, sayt ishtirokchilariga ham, hammalariga gap bo'lishi mumkin. Zo'r sayt edi. Hayron bo'lmanglar, kostyumim ichida konditsioneri bor. Yangi libos konditsionerli. Jinni qildi sani opang mani. Shok.uz saytida ajoyib Shok Lady loyihasi. Biz bugun Jamila G'ofurjoni juda ham chiroyli ko'rishga keltirdik. O'zi juda ham chiroyli aktrisalar, to'g'rimi? Black and White go'zallik saloni tomonidan ajoyib imij, makiyaj taqdim etildi hamda Zulayho dizaynerimiz tomonidan juda ham chiroyli ko'ylak. Shu ko'ylak haqida bir og'iz ta'rif berib o'tsangiz. Bu ko'ylagimiz Indoneziyaning karnaval asosida tikilgan bo'lib, Indoneziyaning iyun oylarida bu Solobay tikilgan tadbir o'tkaziladi. Bu Indoneziyaning karnaval bayrami hisoblanadi. U yerda har bitta yashaydigan aholi o'zi g'oyasi mobaynida o'zi libos yaratib kiyishadi. Juda ham ajoyib tarzda bichilgan, tikilgan. Menga juda ham yoqdi. Mana hozir biz Sardor Rahimxonov fan klubida bo'lib o'tdik. Ya'ni Jamila G'ofurov ularni shokka tushirishlari kerak edi. Uddasidan chiqdingizmi? Men to'g'risini aytsam ko'rolmadim buni. To'g'risi aytsam, men uzoq yana olib bormoqchi edim. Lekin nimagadir Sardor sraz nima bilib qoldilar. Darrov bilib qoldilar. Shok.uz. Umuman ijodingizda yangilik haqida, eng so'nggi yangilik haqida qisqacha ta'rif eting. Eng so'nggi yangiliklar bu klip ishladim. Yangi bitta qo'shig'imga. Hozir aktrisalikdan tashqari show biznesga ham kirib keldim. Bu anchadan beri qiziqib yurardim. Mana oxiri yangi qo'shiq yozib, unga klip ishladik. Hamisha syomkalarga kech qoladi Jamila deshadi. Bizning syomkamizga adashmasam 3 soat kech qoldi. Buni sababi deganimda biron martaba 3 soatga emas, 11 ga aytgansiz, 12 ga keldim. 12:30 yoki 1 ga. Hali bir emas edi. Lekin bir bo'lmagan, 12:30 emas edi. Aytmoqchilarki, men kechish sababi. Agar bunaqa kiyimlar kiyishim, bunaqa materialdan tikilgan ko'ylak issiq kunda kiyishim bilganimda men 5 soatga kechga qolgan bo'lardim. Sardor Rahimxonga arziydi, kechga qolishim arziydi. Hali Shok.uz saytida ko'p shokka uchramiz.